Bugun nima olasan? Bugun olamadimmi? Shifokorning ta'kidlashicha, kasallikning oshishi bolalarning oziq-ovqati bilan bog'liq. Shu bilan birga, yosh bolaning qo'liga telefonni tutqazish, kam harakatlilik, onkologik yoki onkogematologik kasalliklarning ildiz otishiga ham sababchi bo'ladi. Yana bir jihat, boladagi har bir o'zgarishga, u terisi oqarish bo'ladimi, oyoq og'rig'imi, nima bezovta qilishidan qat'iy nazar bu holatda ko'rikdan o'tish ham tavsiya qilinmoqda. Ko'p holatlarda bizaga o'tib ketib, ya'ni kasallik avjiga chiqib, xurujiga chiqqan paytdagina bizaga yetib keladi. Bungacha ular juda ko'p mutaxassislarda bo'ladi yoki bo'lmasa uyda bolani ushlab o'tirishadi. Bu juda ham og'ir ayanchli oqibatlarga olib keladi. Bizadagi kasalliklarni qancha erta aniqlasak, shunchalik ularga yordam berish va shunchalik davo muolajasini muvaffaqiyatli o'tishiga kafolat bo'ladi. Kasalxonada bugun oylab, hattoki yillab davo izlab kelayotganlar bor. Onkologik kasalliklar sabab kelgan ota-onalar har daqiqa farzand oldida. Samarqand viloyatidan kelganmiz. 8 oydan beri davolanyapmiz. Hozir 3-kursda 4-haftasidamiz. Ximiyoterapiya oladi. O'sha vaqtida tashxis qo'yilganmi? 91% bilan kelganmiz bu yerga. Ancha yaxshi. Vaqtida lecheniyalar olyapmiz. Qancha muolajasi qoldi yana? Padeshkaga chiqishimizga 4 hafta qoldi, xudo xohlasa. Keyin padeshkaga chiqqan. U 18 oy deydi. Xo'sh, bunday kasallikka bolalikdan chalinsa davo bo'ladimi deyishingiz mumkin. Kimyoterapiya muolajalari bor. Agar o'shalarni hammasini vaqtida olib borsak, bizada 70-80% gacha bolalar tuzalib ketishadi. To'g'ri, bu kasallik juda og'ir, muolajalari ham jiddiy, kimyoterapiyalar juda og'ir, ba'zida yillar davomida ular shu muolajani olish mobaynida juda ham noziklashib, kasallikka beriluvchan bo'lgani uchun og'ir kechadi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, oilada kimdir shunday kasallikka chalingan bo'lsa, keyingi avlodda ham bu holat kuzatilish ehtimoli bor. Shu sabab barcha shifokorlar birinchi navbatda vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tishni maslahat berishadi.